Residential School in Tashkent. Men pedagoglik faoliyatimni bundan 25 yil avval Andijon davlat tillar pedagogika institutida boshlaganman va hozirgi kundagi pedagoglarga berilayotgan sharoit bilan deyarli taqqoslab bo'lmaydi. Sababi hozirgi kunda pedagoglarning maqomi juda ham baland va hattoki hozirgi yoshlardan siz kim bo'lmoqchisiz desa, men o'qituvchi bo'lmoqchiman deb baralla ayta olishadi. Bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan o'qituvchilarga berilayotgan e'tibor, ta'limga berilayotgan e'tibor juda ham yuksak. Hozirgi kunda har bir pedagog o'zini o'qituvchi ekanligidan baralla faxrlanib gapirsa bo'ladi. Avvalgi davrda olib borgan faoliyatim bilan bugungi faoliyatimni solishtiradigan bo'lsak, juda ham katta farqlar bor. Aytaylik, avvallari barcha pedagoglar bir xil qolib, ya'ni standart asosida faoliyat olib borgan bo'lsa, hozirgi kunda har bir pedagogni istagancha ijod qilishga, istagancha o'zini rivojlanishiga va unga yarasha rag'bat olishga imkoniyati bor. Aytaylik, kasb sertifikatlari deysizmi yoki bo'lmasam til bilish sertifikatlari deysizmi, har bir erishayotgan yutug'ini mamlakatimiz rahbari birortasini ham e'tibordan chetda qoldirayotganlari yo'q. Har bir erishayotgan yutuqqa rag'bat bor va bu o'qituvchini yanada shijoatini ortishiga, yanada kasbiga bo'lgan mehrini kuchayishiga olib keladi. Mamlakatimiz rahbarini ta'lim sohasida olib borayotgan islohotlaridan biri bu ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarining tashkil etilishi bo'ldi. Ushbu ta'lim muassasalarini oldiga qo'ygan maqsad birinchidan ushbu ixtisoslashtirilgan maktablarda sifatli ta'lim berish maqsad qilib olingan bo'lsa, keyingi navbatda esa mana shu ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari erishayotgan yutuqlarni butun mamlakat bo'ylab tatbiq etish. Ya'ni prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, barcha ixtisoslashtirilgan maktablar lokomotiv vazifasini bajaradi. Bunda biz barcha egallagan yangiliklarimizni, kirib kelayotgan yangi metodologiya, yangi ta'lim boshqaruvi va o'quvchilarni nufuzli universitetlarga tayyorlash borasida barcha tajribamizni maktablarga ulashib kelmoqdamiz. Ayol hamma zamonda oilada muhim o'rin tutgan. Lekin bugun mamlakatimizda har bitta ayol nafaqat oilaning muhim shaxsi, balki jamiyatning ham muhim a'zosiga aylandi. Hozir qaysi sohaga qaramang, ayollarning faolligini, ularni ijod qilishlari uchun yaratib berayotgan sharoitlarni guvohi bo'lamiz. Oddiygina boshqaruvdagi ayollar ulushini tahlil qiladigan bo'lsak, bundan 20-25 yil avval ularning soni juda ham kam bo'lgan. Lekin hozirgi kunga kelib boshqaruvdagi ayollarimiz ulushi 30-35% ni tashkil etyapti. Bu nima degani? Demak, bu ayollarga bildirilgan ishonch va uni oqlanayotganini isboti. Bizning o'quvchilarimiz kelajakda turli sohalarda yangi yo'nalishlar bo'yicha bilim va ko'nikmalarni olishadi va aynan bir yo'nalishda mutaxassis bo'lish bilan birga yana ular hayotiy ko'nikmalarini ham rivojlantirib boradi. Aytaylik, kelajak liderlari, ya'ni qaysi soha egasi bo'lsa ham birinchi navbatda o'sha sohaning egasi sifatida namuna bo'la oladi. Ikkinchidan, faoliyat olib borayotgan jamiyatda yetakchilik qobiliyatidan ham foydalanadi. Bizning aynan prezident maktablari dasturlari o'quvchilarga bilim berish bilan birga ularning hayotiy ko'nikmalarini ham shakllantirishga alohida e'tibor beradi. Bizning maktablar kelajakda davlat xizmatlari uchun yetuk olimlar, ixtirochilar, diplomatlar, muhandislar kabi kasb egalarini yetishtiradi. Prezident maktablari Cambridge dasturlari bilan milliy dasturlarni o'zaro integratsiya qilgan holda ta'lim olib boriladi. Bu Cambridge dasturlarida, demak, ta'lim berish bilan birga biz o'quvchilarni hayotiy ko'nikmalarini ham rivojlantirib boramiz. O'quvchilarni tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga alohida e'tibor beramiz va o'quvchilarimiz 9, 10 va 11 sinflarni bitirayotganlarida IGCSE, AS va A-level kabi darajadagi imtihonlarni topshirib, xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritadilar. Qolaversa, bizning oldimizga qo'ygan maqsad, ya'ni o'quvchilarimizni eng nufuzli jahon olimpiadalariga tayyorlash, xalqaro tanlovlarda o'zlarining loyiha ishlari bilan qatnashishi va global muammolarga yechim topishida ko'maklashamiz. Rahbarlik va onalik o'rtasida juda ham o'xshashliklar ko'p. Har ikki tomonda ham adolat, halollik, mas'uliyat va mehr kerak bo'ladi. Shu narsalarni men
ham shaxsiy hayotimda, ham ishda o'z qadriyatlarim deb bilaman va bularga amal qilaman. Ta'lim jarayonida biz o'quvchilarimizni nafaqat bilim olishga, balki ularni vatanimizni sevishga, qadriyatlarimizni hurmat qilishga va albatta elimizga xizmat qiladigan eng sadoqatli mutaxassislar bo'lishga alohida e'tibor beramiz va bu bizni ta'lim jarayonimizda oldimizga qo'ygan maqsadimizni asosiy mezoni hisoblanadi. Bunga misol qilib biz masalan an'anaviy ota-onalar majlisi deylik, biz ota-onalarni nafaqat o'quvchilarning bilim olishi haqidagi ma'lumot almashish jarayoni deb hisoblaymiz, balki ularni biz jamoamiz a'zosi sifatida qaraymiz. Muhim qarorlar qabul qilayotganimizda yoki bo'lmasam qandaydir ota-onalar va maktab hamkorligidagi tadbirlarimizda ular bilan ochiq hamkorlikni olib boramiz. Yana bir misol qilib aytadigan bo'lsam, mana bitiruvchilarimiz turli mamlakatlarga o'qishga ketganlar va har yili ularni qaytishini biz xuddi ota-ona uyida hovlisida kutib olgandek ularni maktabimizga taklif qilamiz va ular kun davomida maktabda yuradi, o'zlarini bolaligini eslaydi. Bu narsa ularni O'zbekistonda, ya'ni vatanda ularni qadrlaydigan, ularni kutayotganlar borligini, ularni shu vatanimizga qaytib, yanada o'sha vatanimizga bo'lgan mehrini orttirishga sabab bo'ladi deb o'ylayman va kelajakda ular bizni vatanimizga sidqi dildan mehnat qilishiga biz albatta ishonamiz. Faoliyatim davomida turli vaziyatlar, qiyinchiliklarga ham duch kelganman, lekin shunga qaramasdan men kasbimni hamisha yaxshi ko'rib kelganman. Hech qachon kasbimni o'zgartirish haqida o'ylamaganman va o'ylaymanki, nafaqat men uchun, har qanday pedagog uchun bu sharafli kasb. Meni hayotiy shiorim hech qachon rahbardan qo'rqib, rahbar uchun ishlamaslik kerak. Ya'ni ayniqsa pedagog o'zini qarshisida turgan qora ko'zlardan qo'rqish kerak. Chunki ularni umrini olib biz dars o'tyapmiz. Demak, hamisha o'shalarga qarab biz sidqi dildan mehnat qiladigan bo'lsak, har bir pedagog haqiqiy sharafli kasb egasiga aylanadi.